Assalomu alaykum. Biz kuzatib boradigan hurmatli guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari, akalar, Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga mo'ykalarimiz hamda uylarimiz uchun mo'ljallangan damashniy plyuslarimizni yetib kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, narxi bilan ma'lumotini berib, nasatikalari qanaqa holatda bo'ladi, hamma yo'g'ini tushuntirib, batafsil ma'lumotini beramiz akalar. Hozir obitadan like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lish tugmasini bosib keladigan obunachilarimizga aytiladigan narxlarni, albatta chegirmalarni qilib beramiz. Bizda ikki xil variantida yetib kelgan 1500 talik hamda 1800 talik variantlari ko'rishlari mumkin. Bu 1500 talik varianti bo'ladi akalar. Litr 35 litrli bemalol mo'ykalarga olib ishlatsalangan bo'laveradi. Motori bitta motorli, sifati juda ham a'lo darajada, yonboshlari nejivikalar bilan jihozlangan. Suv sachrab yoki nam bo'lgan joylarda bemalol ishlataverasiz, zanglab qolmaydi akalar. Ma'lumotlarga o'tadigan bo'lsak, motorlari 1500 talik, oborotlari 1100-1500 holatda bo'ladi. 220 tokka ishlaydi akalar. Xo'p, komplektidan ham nimalar chiqadi degan akalarimiz uchun komplektidan o'zini uzun shlankalari hamda har xil nasatkalari komplekt holatda bo'ladi. Uy uchun mo'ljallangan, gilomlar uchun mo'ljallangan nasatkalar ham yaxshi nasatkalar bilan jihozlangan. Bu kichikroq joylarga mo'ljallangan nasatkalari hamda har xil nasatkalar o'zini komplektida bo'ladi akalar. Ko'rishlari mumkin, o'zini turbalari ham yo'g'i komplekt holatda. Xo'p, bu tomoniga shlanka ulanadi, changda kirgan changda ashitdan qabul qilib oladi. Ichida o'zini qoplari bilan jihozlangan, sifati juda ham zo'r. Bu plyusimiz narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, akalar, $100 chiqadi. Kanal nomidan keladigan obunachilarimiz chegirmalarni qilib beramiz. Endi motori kattaroq variantidan so'ragan akalarimiz uchun motori 1800 talik varianti yetib kelgan, ko'rishlari mumkin. Motor 1800 talik Xitoy mahsuloti bo'ladi akalar, sifatlari juda ham a'lo darajada. Motorni qo'shib ajratadigan kulchatirlari bilan jihozlangan, listlari juda ham qalin holatda, shlankalari, o'zida balonlari ham bor. Xohlagan tomonlarga bemalol siljitib ishlatishlari mumkin. Bu plyusimiz narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 1.500.000 so'm qilib beramiz. Ichini ochib ko'rsatadigan bo'lsak, akalar, ichlari juda ham chuqur hamda katta holatda bo'ladi. Mana ko'rishlari mumkin. Xo'p, qoplari bo'ladi ichida, mana qoplardan tashqari mana ichi sig'imi juda ham ajoyib holatda, sifati zo'r. O'zida motorlarida filtrlari bor, mana ko'rishlari mumkin. Motorda o'zining filtri bo'ladi. O'zini sovutadigan motorlari bilan jihozlangan holatda, mana ko'rishlari mumkin. Xo'p, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxini eslatamiz. Narxi $100 ga akalar 1.500.000 so'm. Pastda nomerlar bo'ladi. Pastdagi nomerlarga telefon qiladigan bo'lsangiz, to'liqroq ma'lumotini berib o'tib ketamiz. Manzilimiz Marg'ilondagi agrotexnikalar do'koni. Shunaqangi damashniy plyus qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. Bizda katta varianti ham bor plyuslarimiz. U plyuslarimiz keyingi videolarimizda sizlarga tanishtirib, tushuntirib ko'rsatib o'tib ketamiz akalar.